tepam. Assalomu alaykum aziz hamyurtlar. Mana Sankt-Peterburg hamda Moskva shahridan avtobuslarimiz kelib ketmoqda. Avtovokzaldan avtovokzalga reyslarimiz. Kimda dokumentning muammosi bo'lsa, bemalol kelaverasizlar. Dokumentlarga rasxod bo'ladi. 3000 dan 6000 rublgacha. Bez dokumentlar shu rasxodni olib kelasizlar. Dokumentda muammosi bo'ladi. Dokumentda muammo borda, aytilmadi rasxodingiz. Bundan tashqari hech qila olinmadimi? Ukajon, mana siz anaqamiz bor. Katta keng, kichkina bo'lsa ham sovg'a, addushi bizni tarix tanlagansiz. Nima deysiz keluvchilar keyingilarga? Kelinglar, ishonali. Kelishsa ishonchlimi? Shepam, siz nima deysiz? Zo'r. Tasavvur bo'ladimi mana? Buni men uchun jiyanlarga berib berasiz, addushi fanal. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Что говорит, братан, уважаемые все граждане России, граждане Tojikiston. Assalomu alaykum. Вот, mana birajon, hozir. Kimdan kim shunday avtobuslar ketmoqchi bo'lsa, mana akamiz ham turibdi. Aka, siz nima deysiz? To'g'ri gap. Tavsiya qilsa bo'laveradi. Jiyanlarga berib mana eshitsa buni mana yonmay qoldi. Mana yonadi, fanallarni berib, sovg'alar tabriklab qo'ying. Addushi, rahmat tanlaganingizga. Mana bu kepimiz, mana xudo xolasa Qozog'istonlik bovurimiz. Nima deysiz, bovurim? Yaxshi avtobus. Tavsiya qilsa bo'ladimi? Kelisharsinmi? Addushi, akkumulyator bizdan sizga firmadan sovg'a. Tanlaganlar adashmaysizlar, layklarni bosinglar, kommentariyada izoh qoldiringlar. Har kuni reyslarimiz amalga oshiriladi. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Moskva, Toshkent, Sankt-Peterburg, Toshkent.